Salom hammaga. Bugun chuchvara yeymiz va foydalarini oxirida aytib o'tamiz. Aytgancha, ovqatni bismillah deb yemaganimga kommentariyada so'kib tashadilar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bugundan boshlab bismillah bilan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi foydalari haqida gapiramiz. Go'shtligi oqsilga boy bo'lib, mushaklar va kuch-quvvat uchun foydali. Issiq holda iste'mol qilinganda hazmni yaxshilaydi. Uy sharoitida tayyorlangani uchun tabiiy va toza bo'ladi. Sovuq faslda immuniteti past odamlar, bolalar va o'sib kelayotgan yoshlar, kuch va quvvatga ehtiyoji bor insonlar uchun juda foydali. Yog'li va ko'p miqdorda iste'mol qilish oshqozon yoki vazn bilan muammo bo'lganlarga tavsiya etilmaydi. Me'yor muhim. Bizning kanalga obuna bo'linglar iltimos. Yaqinlarga ham shunday qilib jo'natib qo'yinglar.